Barchalarga assalomu alaykum. UFC Mobile'ga Premyer Liganing 4-hafta o'yinlari keldi. U yerda Petr Chex, Erik Cantona va shunga o'xshagan legendalar bor. Bu videoni boshlashimdan oldin bu videoga birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar like bosib, obuna bo'lib qolgan bo'lsangiz, men bu videoni boshladim. Birinchi bo'lib galeryadan boshlaymiz. U yoqda o'yinchilar qancha fragmentga kelgan, o'shani ko'rib olamiz. Va statistikalarni ham ko'rib qo'yamiz birato'la. Bu yerda 4-haftaga o'tib olamiz. 4-haftada Rodri, Zola, Petr Chex, Erik Cantona, Saliba yaxshi statistikalar ham yaxshi. Reflex +43, Marco Kurella, bunda Saliba yaxshi o'yinchilar kelgan, lekin yomon emas. Foden 112 kartasi kelibdi. Yaxshi. Erik Cantona. Bu faqat Cita'da o'ynagan ekan. Zola bu Cita. Kam ili Cita. Ikkita pozitsiyada o'ynaydi. Yaxshi, yomon emas. Xo'sh, bu yerda ham bu hozir birinchi Open Pack, yangi akkaunt. Shuning uchun shunaqa o'rgatadi hozir. Bitta marketga kirib chiqib, keyin srazu 7,5 talik pakni ochishga o'tamiz. Olmosgan bo'lgani bilan hozir Extra Time paklarini ham ochamiz. Extra Time paklari ham bor. Xo'sh, bu yerda 7,5 talik pak. Yaxshi o'yinchi tushib qolsa yaxshi bo'lardi. Hattobi Burzontor, darvozabon, Erik Cantona. Bunga like bosib, shunaqa aylantiramiz. Xuddi o'shani keyin Petr Chexga ham qilamiz. Keyin pastga tushib, bitta 7,5 talik bosamiz va bizga minimalka. Nimaga minimalka beryapti? Minimalka berdi-da hozir. Hop. KK 111. Minimalka. Mana hozir yana ikkinchi 7,5 talik pakimizni ochamiz. Lekin 323%, 115 tushish ehtimoli. 323% dan shu bitta 114 yoki 115 tushib qolsa zo'r bo'lardi. Qancha biz Saliba, davay. FC davay. Bizga 115 yoki 114 o'yinchi ber, davay FC. Mana shunaqa qilib bu taktikani boshqacha qilib o'zimchalik qilib tashladim. Dash yurgani ham yo'q. Bizga tushgan o'yinchini berib, ishqilgan 111 tushgan o'yinchini bermasa bo'ldi. O'sha o'yinchi 100 talik o'yinchi bo'ldi. 111. Endi bitta 3000 talik pakni ochaveramiz, keyin Extra Time'ga o'tamiz. Extra Time'dan yaxshi o'yinchi hozir bu yerdan kelsa Extra Time'dan olmadimsa keladi deb o'ylayman. 3000 talik pak, hop, Fransiya, Cita. 110 minimalka hozir hammasi Extra Time'ga ketadi. Bu yerdan ham bitta 5000 tani olamiz. Yaxshi, yomon emas. Xo'sh, bo'lmasa Extra Time'dan bu o'yinchilarni beraveramiz. Birinchi bo'lib 5000 talik pakdan ochamiz. 1000 talik pakdan 5 martalab ochamiz. Yo'dan bizga yaxshi o'yinchi 111 yoki 112 o'yinchi berib qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Bu yerdan liga paki 5000 ta ekan, mayli bitta 3000 talik ochaveramiz. Farqi yo'q. 110 sotiladigan pak. Xo'sh, bu yerdan minimalka berish aniq. 104 sotiladiganlik. Shuning uchun bu bizga kerak emas. Bu yerda 2,5 talik pakdan ikkita o'chirsak bo'larmikan? Yo'q, hozir emas. Chunki olmasalar nimadirlarga kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun Extra Time och bo'lib, keyin ochaveramiz. 5000 talik ikkita 111 berib, 1000 talik pakdan 5 marta ochaveramiz.
Ishqilib 111 yoki 112 o'yinchi ushlasa bo'ldi demasdan. 111 yo 112 o'yinchi ushlasa bizni foydaga kirgan bo'lamiz. Foydaga kirgan bo'lamiz. Bu yoqda yangi 10 mingtalik pakka kelibdi. Bu yoq yaxshi o'yinchi bermaydi deb o'ylayman. Bitta ko'ramiz. Necha foiz ekan. 115 1%, 114 150%. Bu bizga yetmaydi hozir. Shuning uchun mingtalik pak ochamiz. Agar bu yerda hozir yaxshi o'yinchi tushib qolsa, ochib ko'ramiz agar yetsa keyin. 110 bilan mingta berdi. Xo'sh. Bizga hozir o'yinchi kerak, ekstra taymga berishga. Shuning uchun 110 o'yinchini olamiz. Agar yaxshi o'yinchilar tushsa, ikkita 5 mingtalik yoki bitta 10 mingtalik pakdan ochaveramiz. Chunki bizga token kerak. Hozir tokenlarga Star Scout ochamiz. Bu yoqdan yaxshi o'yinchi ushlaymiz deb o'ylayman. 109 olamiz. Yaxshi o'yinchi bering. 111 yoki 112. Mana ikkalasidan ham ikkita 111 bersa zo'r bo'lardi. Davay esi ikkita 111 ber. Yoki bitta 112 yo'q. Mingtani olamiz. Chunki bizga kerak. Hozir o'zi bor. 10 mingtadan oshuv bor hozir. 10 mingtadan ancha oshuv bor. Yetadi deb o'ylayman ochishga. Hozir mingtani olamiz. Yaxshi o'yinchilar tushmayapti chunki mingtani olamiz aniq. Yaxshi o'yinchilar tushmayapti. Bu yerdan olgan narsalarimizni olamiz, keyin Star Scoutdan ochamiz. Boshqa paklardan olmadimiz kelmadi. Star Scoutdan yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli ko'p. Chunki normal o'yinchilar beryapti. Bizga hozir token kerak bo'ldi. Shuning uchun ikkita 5 mingtalik, ikkita 2,5 mingtalik paketdan ochaveramiz. Bu yerda ikkita 108 berdi deb o'ylayman-da. Ikkita bir xil 108. Normal yaxshi. Bizga mingta yetmay qoldi. 5 mingtalik pak ochishimizga. 5 mingtalik pakdan 3,5 mingta bersa zo'r bo'lardi lekin bermay qolishi ham mumkin. 3,5 mingta. Shuning uchun bizda hozir 5 mingta bor. 5 mingtalik pakdan ochamiz. Xo'sh, ekstra taymga kirib 5 mingtalik pakdan ochib 3,5 mingta tushsa yaxshi bo'lardi, lekin tushmasa ham yetadi bizda, chunki Bashti 15 mingta bor Star Scoutdan. Tushsa yaxshi bo'lardi, tushmasa ham yetadi lekin tushmadi. Biz 30 tani olamiz. Nimaga? Farq yo'q. Saraza endi Star Scoutni ochishga o'tib ketamiz. Yaxshi o'yinchi beraylik, davay. Hachabi mashina omadimiz kelsin. O'g'ri baland bo'lmasa ham legenda bo'lsa, masalan, Ballon d'Orda 113, 112 legendalar bor-ku. O'sha legendalarni bersa mayli. Xo'sh, bu yoqda himoyachi. Xo'sh, yo'q, orqasida buni yozig'i yo'q. Shunga ahamiyat berish kerak. Ko'p ketib qoladi. Hozir davom etsa, baribir ham 110 o'yinchi beradi. 100 talik yo'q. 110 minimalka berardi. Hozir davom etganimizda, shuning uchun davom etmadim. Yana xuddi shunaqa. Buni ham almashtirib olamiz. Bizga kerak emas, chunki bizga kerak emas. Shuning uchun almashtirib yuboramiz.
Xo'sh. Mana shu burchakdan boshlaymiz. Sotilmaydigan davom etish kerak bu yoqda. Bu yoqda nima? Ataka. Bu yoqda ham davom etamiz, chunki yaxshi o'yinchilar juda ham ko'p atakada. Yozug'i bu bizga kerak emas. Eng oxirgisi shu yoqda yaxshi aniq bo'lsa tavakkal qilamiz, agar bo'lmasa Burzon 3 bunda davom etamiz mana. Oxirgisida mana Ballon d'Or mana shunaqa o'yinchilar bo'lsa olaman deb o'tdim. Хотя бы shunaqa o'yinchilar yaxshi. Mana shuni ochib bitta tavakkal qilamiz, ish qilib Ballon d'Or tushsa zo'r bo'lar. Chunki Ballon d'Orda yaxshi o'yinchilar juda ham ko'p. 10 mingta. Kim ekan bu? Kim ekan? Burzon 2 best. Vasha zo'r. W. Endi Evropas bo'lishi mumkin. Cho'ti Bob Epakimizda bizda yaxshi omad kelmadi. Xo'sh. Hop. RV Kumir bu Burzon 12 best. Burzon 12 best bu. Xo'sh bola. Buni endi tarkibga qo'yib qo'yamiz. Mana yangi akkaunt bo'lishi shunisi yomonda. Hamma narsani o'rgataveradi shunaqa. Buni ham ochib qo'yaveramiz mayli. Best mana bo'ldi. Qo'yildi. Endi bunga rank berib qo'yamiz. Rank ko'p 640 ta bor ekan. Shuni hammasini berib qo'yaveramiz. Farqi o'ziga. 640 ta Burzon 4 bo'ldi. Faqat Burzon 4 gacha chiqara oldik. Yaxshi, yomon emas. Chunki rand ko'p ham unaqa ko'p emas edi. Atigi 640 ta RV Kamilov 3 ta pozitsiyada o'ynay olarkan. Video ham shu joyda tugaydi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.